Tezroq kelinlaring ortimdan. Davay. Jo'xa, davay, qama bu yoqqa, hozir eshikni ochaman. Kir ichkariga. Bo'ldi, mana qamadim. Biroz chekkaroqqa o'taylik, sizga bitta gapim bor. Davay, ke. Nima gaping bor? Siz g'alatimisiz? Bu qamoqxonadan 2 sekundda qochib ketishi mumkin-ku. Uni qarang, o'zi nimanidir rejalashtiryapti. Qo'rqma, qayerga ham qochardi. O'sha qochadigan joyi ham yo'q-ku. Ani qochadi, brat, shu menga ishoning. Yo'q, qocholmaydi aytganini qil. Sen ko'z qaroqchoyingda asrashing shart. Yo'q, o'g'ri nima? Yo'q, qaror qarab o'tir, bo'ldi, senga topshirdim buni. Bo'ldi, gap yo'q. Mayli, qarab o'tiraman. Lekin вообще g'alati-da. Qaranglar, o'zi qochmoqchi bo'lyapti, nimanidir rejalashtiryapti. Voy, o'g'ri, yaramas. Bu qara, voy. Nima qilyapsan? Brat, nima gap? Nima, sen qochishni rejalashtiryapsanmi? Yo'q, qayerga qochardim? Qochadigan joyim yo'q-ku o'zi. Qarada, agar nimadir qilayotgan bo'lsang, men seni yana qamab qo'yaman yoki o'ldirib yuboramanmi, bilmadim. Короче, indamasdan o'tirgin. Men hozir borib polizlarimda ishlamni ko'raman. Sen indamay o'tir, tushundingmi? Bo'pti. Ishonavering menga. He, loh ekan. Men bu yerdan uzoq 15 minutda quyonni rasmini chizaman. Bular короче meni solishmaydi. He. Mana yaxshi, u mahbusni joylashtirib kelyapman. Lekin nimadir ko'rinmayapti. Mayli, uxlayotgandir yoki nimadir qilayotgandir, bilmadim. Mana shu shox menga doymasamni o'zi tushib turaveradi. Bilmayman, shuni kesib tashlasam qaytib chiqaveradi. G'alati shox. O'zimni ishlarim bilan shug'ullanay. Qarab o'tiraman har sekund. O'tiradi, yotadi, chiqib ketishda o'zi problema. U uchun mo'rcha bo'lish kerak, chumoli. Mana teshiklardan sig'ish uchun yoki arvohmi yoki mana devorni o'rtasida o'tadiganmi qandaydir narsa bo'lish kerak o'tish uchun. Juda ham xavfsizlik jihatdan kuchli qo'riqlanadigan qamoqxonacha, bir xonali qamoqxona. Bu zamonaviy qamoqxonada aytgancha video boshlanib ketgan-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni Jo'xa o'z kanalimdasizlar. Jigarlar, kanalimga tez obuna bo'linglar, chunki men yangi yilgacha 50 ming obunachi to'plash niyatim bor. Bunda esa sizlarning yordaminglar kerak. Albatta kanalga tezda obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lish tugmasida bir nechta kanal turgan bo'lsa, hammasiga tirs obuna bo'lib tashinglar va videoga like bosishni ham unutmanglar, chunki bunaqa kontentni har kim ham chiqaravermaydi va komment yozib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, videoni oxirigacha kuzatinglar, tamom. Ana o'g'ri bachchani nima qilishini kuzatishimiz kerak. Elektr energiyasini sarflash kerak, sarflamaslik kerak. Bilasizlarmi, hozir 1 kilovat bilmayman, короче, men shu hisoblab o'tiraman, boshimni ortib. Polizda ishlash kerak, chunki nima desam ekan, 50 ming obunachigacha men polizda ishlayman. 50 ming obunachiga erishsam, o'shanda keyin o'zimga qanaqadir boshqa yangicha biznes boshlamoqchiman. Balxona quraman, keyin do'kon ochaman, yana avtosalon ochsammikan, kommentariy yozib qoldiringlar, qanaqa biznes qilishimni xohlaysizlar qishloq sharoitida. Lekin misol hozirgi obunachilarim bilan bunaqa ishlarni qilishim qiyin. Eng kamida 10 ming obunachi bo'lsam, o'shanda nimadir qilsam bo'ladi. Mayli, sizlar bilan kelishamiz. Davayt birinchi 5 ming obunachi qilamiz va bitta biznes boshlayman. Kommentariy yozinglar qanaqa biznes boshlashimni. Keyin 10 ming obunachiga erishganimda qanaqadir biznes boshlayman. Voy tilim. Keyin 10 mingtaga, keyin 50 mingtaga, oxiri zo'rroq biznes qilaman. Mabada 100 ming obunachi qoladigan bo'lsa, keyin butun qishloqqa egalik qilib, prezidentlik qilib, короче, kattaroq lavozimga o'tib ketaman. Hozir esa polizni yig'ishtirib olaman, boshqa unaqa xom hayollar qilib o'tirishyapti emas. Endi sizlar qo'lingizdan keladigan narsani aytyapman. Kanalga obunachi to'plash qiyin emas. Misol, mana shu videoni bir 30-40 ming kishi ko'rib turgan bo'lsa, hammasi obuna bo'lsa agar, shunda bemalol 50 ming obunachini to'plab tashlasam bo'ladi yanvar oyigacha. Ya'ni 31-dekabrgacha to'plashim kerak. Yangi yil kuni 50 ming obunachini nishonlashimiz kerak. Tak, hozir esa polizda ishlash kerak. Xo'p, polizdan doim sabzi, kartoshka, bug'doy olaman. Bularni bilasizlarmi, nima qilaman? Yeb ichaman, nima ham qilardim. Bitta chirigan kartoshka chiqib qolibdi. Buni otib yuboramiz uzoqqa. Mana qo'shnim kelib oladida, "Voy, kartoshka topib oldim. Endi buni yeyish kerak" deb top borib yeydi, keyin отравление bo'ladi, keyin bas etishib qoladi, shuni uyi ho'llab qoladi, keyin polizini mollar yeb ketadi, keyin shu bilan bankrot, parakandalikka uchrab ketadi. Voy, yaramas. Men hali shunday ishlar bilan shug'ullanyapmanmi? Men deb qo'shnim o'lib ketishi mumkin-ku. Nima ham bunday qilyapman, o'zim ham bilmadim. Men bu yerga o'z ko'mib ketamiz, to'xtanglar. Bu chirikni hech kim olmasligi kerak. Tak, bunaqa qilib odamlarni vobshe qiynab qo'ymasligimiz kerak. Keyin bankrot bo'lgandan keyin qo'shnim o'sha miyasiga qon quyilib o'lib qolishi ham mumkin-ku. O'shaning uchun unaqa qilmaymiz, kerak emas. Shuncha ko'mib qo'yishimiz kerak. Sizlarga ham maslahatim, odamlarga unaqa yomonlik istamanglar. Tak, ya'ni endi mahbusni ko'rishga borish kerak. Tak, buni ham qo'yamiz. Mahbus nima qilib o'tirgan ekan, brat? To'xtanglar-da.
brat bilan ozroq o'yin o'ynash kerak qanaqadir. Telefonim qo'limda-ku. Bratni telefoni bormi ekan-a? Agar telefoni bo'lsa, o'g'ri bilan короче PvPmi, PUBGmi, yo PUBGni yomon ko'raman-ku. PvP yo Dream League o'ynaymiz. Men Dream League o'ynashni yaxshi ko'raman. Так, yo bratda. Stop. Ye? Ayog'imni osti yo'qmi? Yo'q, ostimda ham yo'q. Tepada ham yo'q. To'xta. Sen meni orqamdasan. Yo'q. Qayerga qochib ketdi? Yo, u yoqqa ham chiqib kela olmaydi-ku. Vatta qayerga uchib ketmagandir. Dod, yo'qolib qoldi. Merda oldiga borishim kerak. Qayerga qochdi ekan-a? Bosh yetmay turgandi. Endi merdan so'rab kelamiz. Tak. Janob mer, suyunchi bering, o'g'ri qochib ketibdi. Nima? Jinnimisan? Shunga suyunchi so'raysanmi? Ha, o'g'ri qochib ketibdi. Yo'q. Tez top. Bo'lmasa qishloqdan haydamayman, chunki sen haydasam qishloqni kim qo'riqlaydi? Короче, top короче. Ha, bo'pti, top kelaman. Lekin qayerdan qidirishni bilmayman-ku. Izlab ko'rish kerak. Bilmam. Nima bo'ldi ekan-a? Nima bo'lganini men tushunmayapman lekin. Ular meni bu yerda ushlab turaman deb o'ylashgandi. Lekin men bu yerda 1 minut ham turmayman, ortiqcha. Tak, hozir endi qochib ketish rejasini boshlaymiz. Tak, menda richak borligini bular bilishmaydi-ku. Nima yopilmay qoldi? Aytgancha o'zimni richagimni olishim kerak-ku. Tak, bo'ldi. Ana, davay, zo'r bo'ldi. Bo'ldi. Ana endi rejamni amalga oshiraman. Menda tanka bor. Endi bu qishloqni yo'q qilaman. Bu qishloqning oxirgi ko'rinishi. Ketdim borib. Tankamni haydab kelay. Qayerga parkovka qilgandim? Hozir topib kelaman. Xo'sh, qayerga yo'qolib ketdi ekan-a bu? Bilmadim endi qayerda izlab topaman bu yaramas o'g'rivachchani. O'zi u nimaga qamalganini sizlarga aytdimmi? Aytmabman ekan. Короче, mer uyda o'tirgan ekan. Keyin u brat kelibdi. Shunday kelibdi-da, "Assalomu alaykum brat" debdi. "Va alaykum assalom" debdi mer. Keyin ko'rishibdi, gaplashibdi, короче debdi. "Bo'pti, sog' bo'ling" deb chiqib ketibdi. Hech nima demabdi. Keyin mer bu yog'ini qarasa, yonida turgan daftari yo'q. Daftarni keyin qidirib topolmabdi. Keyin ana shu bratdan shunday o'ylab qarasa, shu brat kirgan ekanda. Keyin shu brat o'g'irlab chiqib ketgan ekan. Daftarni o'g'irlaganga qamab qo'ygandek. Qochib ketibdi. Bilmasam endi qayerdan izlayman. Yaxshi o'z uyimdan borib qurolimni olay-da. Qurol bilan izlamasam u brat xavfli, ko'rasan. Daftarni o'g'irlagandan keyin endi bu gapim bilan kitobni ham o'g'irlaydi demoqchiman. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Tak, quroldan olmoqchiman-ku. Nimalarni izlab o'tibman tayyorman. Yo, bu masku buni o'q dorisi. Mana undan bitta, ikkita, uchta yetadi menimcha, 3 ta. Tak, ana endi brat topishimiz kerak. Qayerga ketganini, nima brat deb. Mendan balki kichkinadir, balki go'dakkinadir hali, lekin bilmadim to'g'risi. Shaxtga kirib ketgan bo'lsa, tasavvur qilinglar, shaxtga kirib tosh qazib o'tirgan bo'lsa, shu gapimga tosh tepman ekan. Yo'q, shaxtaga qayerdan shaxtaga qochib kiradi? Bu bo'lishi mumkin bo'lmagan holat. Mana eski uyda chekirib olgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum brat. Bu yerda yo'q ekansiz-ku. Men sizga salom berib o'tibman. Qayerdan topsam bo'ladi endi bu bratni? Qamoqxona ichida aniq yo'q, chunki hozir kirib ko'rdim. Tak. Qo'lingni ko'tar. Oyog'ini ham ko'tara olmaydi. Bu yerda yo'q-ku. Qayerda ko'rsam bo'ladi? Mana oyoqlarni ko'rib kelay. Yer tagiga kirib ketmagandir, osmonga uchib ketdimi? Quyoshga chiqqan bo'lsa aniq kuyib ketadi. Quyoshga bormagani aniq. Tamam, o'rmonni kirib tekshirib chiqishim kerak. O'rmonga qarab qochar, chunki orqasidan qochsa ham mana shu yoqqa qarab qochib ketishi mumkin bo'ladi. Endi bilmadim, balki boshqa joyga qochib ketgandir. What the nima narsa bu? Nima bu? Sir quyosh hurilkam. Voydo, tanka. Dahshat-ku. Nima ser quyoshda aytdim men? Bilmadim. Bu yerda, короче, bayroqing, boshing avtorskiy tushib qolmasin tag'i. Короче, mana shu tankani stop, to'xtanglar. Bu tanka o'rmon ichiga qayerdan kelib qoldi? Men shunga hayronman. Prosta takka o'rmon ichiga tanka paydo bo'lib qolish bo'lmagan gap-ku. Yo'q, qishloqni shu tomonida. Buni kim tashlab ketdi bu yoqqa? Tepasidagi narsa nima ekan? U rangi yomon sovuq ekan lekin. Balonni qaranglar, temirdan tishlari bor ekan. Juda ham dahshat narsa ekan. Lekin bilmam, kim tashlab ketgan bo'lsa, vobshe kallasi bilan miyasi o'zaro kelishib qonuniy nima qilyapsan? Men tankamni yonda. brat, bu sizning tankangizmi? Meniki. Siz qayerdan oldingiz buni?
Sotib oldim. Qanchaga sotib oldingiz? 30, 40, 38, 49 millionga. Oho, buncha pulni qayerda oldingiz? Senga nima? Brat, yaqinroq keling, bitta gap bor sizga. Qulog'ingizga aytishim kerak, bo'lmasa bu yerdagi tovuqlar eshitib qolmasin. Qanaqa gap? Manaqa gap. Bratanni va nihoyat yo'q qildim. O'g'ri o'z oyog'i bilan kesiga qaranglar. Voy, miyasi qonuniy ajrashgan desam ishonmaysizlar ko'rlar. Bu qanday minsa bo'ladi endi? Buni merda oldiga olib borib ko'rsatishim kerak merga. Mana shuni tankani minib kelgan ekan, bizni o'ldirmoqchi ekan, tushuntirib aytishim kerak. Bunga qanday minsa bo'ladi, men tushunmayapman. Mana bu yerda qanaqadir yo'q. Voy, qanday minadi bunga? Men umuman tushunmayapman. Minish joyi qayerqa buni? To'xtanglar-da. Minib bo'lmayapti-ku. Obbo, minishga men umuman tushunmayapman. Qanday minadi buni? Tak. Yo. Qayoqdan minadi buni? Umringlarda tankga minib ko'rganmisizlar? Eshigi qayoqda buni? Eshigi ustida bo'lardi, lekin ustiga chiqib bo'lmayapti-ku. Eshik ochildi menimcha. Eshitdinglarmi? Qanaqadir ovoz eshitildi. Hozir bir ikkita yerdan blok olib ustiga chiqmasam, bo'yim ham pastda, bo'yim ham pastligiga alam qilib ketadi ba'zida. Tak. Va, men eshigini ochdim, ko'rdinglarmi? Xo'sh, ichiga kirib ketdim. Ana mindim. Buni endi to'xtanglar. Mana yo'ramiz endi to'xtanglar. Orqaga haydaymiz. Haydal. Namuncha sekin yuradi bu. Formula 1dagi mashinaday tez yursa bo'lmasmikin? Bo'ldi. Все, endi orqaga, oldinga. Tak, orqaga. Xo'sh. Endi oldinga. Hop. Voy, daraxt titmaydi o'zi ham, chunki biz ekologiyamizni asrash kerak. Agar ekologiyamizni asramayotgan bo'lsak, bizning kislorodimiz yo'qolib qoladi va biz o'lib qolishimiz mumkin. Tak, ko'ryapsizlarmi meni qanday haydayotganimni? O'zim ham ko'rmayapman, chunki yuzimni o'sha berkitib qo'ygan nimagadir. Вообще g'alati, ko'ryapsizlar. Umrimda birinchi marta tankka minib, tankka haydayapman. Lekin armiyaga bormaganman. Armiyaga borsam, o'rgansam kerak menimcha. Tankka haydashdi. Tankada poyga o'ynayman harbiylar bilan desam, bu gapimni kimdir eshitib qolsa, aniq bu tentay bo'lib qolgan deydi. O'zi rostdan ham tentayski g'oya, ko'ryapsizlarmi? Tanka bilan ham poyga o'ynasa bo'larmikan? Kommentariyaga yozib qoldiringlarchi, umringlarda tanka bilan poyga o'ynaganmisizlar? Sizlar qayerda o'ynaysizlar men o'ynamagan narsani? Tak. Xo'sh, endi buni merdo'yin oldiga haydab borish kerak, lekin ko'chada ko'rgan jitel meni nima deb o'ylaydi bu? Drift qilaymikan tanka bilan, Tanka bilan drift. Oy, asta. Xo'sh, orqaroqqa biroz. Endi o'ngroqqa haydaymiz. Burul. Вообще haydash qiyin-ku buni. Xo'sh. Ana bo'lmasam. Yana ozroq yur. Menimcha cho'tk. Xo'sh, ana endi merda oldiga borib buni ko'rsatishimiz kerak. Eshikchasini yopib qo'yaylik. Qapqog'ini, krishkasini yopil. Voy, bo'yim yetmayapti-ku. Bo'ldi, ochiq turaversin. Havo kirib tursin. Ichi sasib ketgan birat nima ish qilgan bilmayman. Voy, assalomu alaykum yana bir bor. 5-martami, 10-martami? Va alaykum yana bir bor. Senga nechinchi martalik bilmayman. Короче, mana tankani olib keldim. Bu qanaqa tanka? Короче, o'g'ri qochib ketdi-ku. O'rmonga borib, mana shu tankani oldida o'tirgan ekan. Menimcha, qishlog'imizni portlatmoqchi edi. Nima qilding? Qaytarib olib kelib qamadingmi? Ming bor uzru, uni narigi dunyoga chipta olib jo'natib yubordim. Bir tomondan to'g'ri chiqibsan-ku, ikkinchi tomondan noto'g'ri chiqibsan. Qanaqasiga? Bir tomondan yashash kerak edi-da, u qamalish kerak edi, jazosi bu. Короче, jazosini olish kerak edi. Jazosini oldish nega ham? Endi o'ldirib jazo qilmasdan qamab jazo berish kerak edi. Bo'ldi, o'lib ketdi, endi befoyda-ku. Mayli, bu traktor deb tanka manka qolsin, o'zim короче bir aylanib kelaman minib. Bu sizga aylanadigan mashina emas, bu ana nima edi? Короче, harbiy bazani mashinasi. Buni davlatga topshirishimiz kerak. Unga davlatga topshirib kelaman. Bo'pti. Brat, men ketaversam bo'ladimi? Ketaver. Bu seni qilgan ishing uchun albatta senga rahmat aytaman. Dush arzimay, brat. Bo'pti, sog' bo'ling. Sog'likda ko'rishaylik. Tak, ana endi o'zim shaxsiy uydagi ishlarim bilan shug'ullanishim kerak. Shu qishloqdagi muammolar to'g'risini aytsam, juda ham jonga tegib ketdi borku. Bir kun boshqa problema, bir kun yana boshqa problema. Shu problemalarni uyasini topib turib, uyini yoqib, uyini kuydiryapsam, yana problemalar. Unaqa funksiya yo'q hozir, chunki problemalar topishni o'zi bir katta ish. Tak.
kech tushdi, svet yo'q bo'lsa bo'ladi. Hozirroq Minecraft o'ynayman. Keyin esa yana uxlayman. Короче, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.